Assalomu alaykum aka, men keldim. Va alaykum assalom. Ziyoda yaxshi keldingmi? Aka, hozir men kiyimimni almashtirib ovqat suzib kelaman. Ziyoda to'xta. Sana maslahat ish bor edi. Kel bu yoqqa. Ziyoda o'tgan safar senga esingdan Madina uyini sotamiz degandim. Madina uyga klient topdim hozir. Sardor aka, nima qilish shuni uyini sotib? O'zimiz uyimiz bor, pulimiz bor, mashinamiz bor. Hozir qara Ziyoda, menda bitta biznes reja bor. O'shanga ozgina pul yetmay turibdi-da. Mana shu uyni sotaylik, xudo xolisa ishimiz zo'r bo'lib ketgandan keyin Madinaga bitta zo'r uy olib beramiz. Bilmadim, lekin Sardor aka, Madina bunga ko'narmikan? Ko'nadi Ziyoda, sen ko'ndira olasan. Hozir Madina bilan faqat sen yaxshisan. Borib gaplashib ko'ndi o'zing. Bo'ldi, qani gaplashib ko'raychi. Ya, aka, aytgancha. Mashinam ham moy tugabdi. Tanish ustalaringiz bo'lsa gaplashib ko'ring. Bo'ldi Ziyoda, sen Madina bilan gaplashib kelur, men buni o'zim to'g'rilab qo'yaman. Sardor aka, Madina uyda yo'q. Gapimizni eshitmaganmidi? Nimaga uyda bo'lmaydi? Boya uyda o'tirdi-ku o'zi. Ya, eshitish mumkin emas, ikkalamiz gaplashdik faqat. Voy, bilmayman aka, bilmayman. Xonasida yo'q. Yuring tez ko'chalarni ko'raylik-chi. Ziyoda, to'xta. Voy, yarim kecha siqatga ketishi mumkin-a. Ey, shu qiz ham jonimga tegdi. Aka, to'xtang. Aniq gapimizni eshitmaganmidi Madina? Yo'q, eshitmagan, lekin uni hech kimda yo'qmidi? Yigit yo'qmidi? Madina!